Bugun biz sizlarga Hindistonning eng mashhur shifoxonalaridan biri Akkord ko'p tarmoqli shifoxonasi haqida ma'lumot beramiz. Shifoxonaga kirishingiz bilan to'g'rida qabul bo'limini hamda chap tomonda bemorlar kutish zali hamda dorixonani ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafingizda ikkinchi qavatga hamda pastki qavatga tushadigan eskavatorni ko'rishingiz mumkin. Shifoxona asosan 4 ta bo'limga ajratilgan, ya'ni A, B, C, D. Bu bo'limlarda barcha shifokorlar konsultatsiya, OPD hamda jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishadi. Barcha yo'nalishlar shunaqa tablitsada ko'rsatilgan bo'ladi. Bu siz uchun juda ham foydali. O'zingizga kerakli bo'lgan yo'nalishlarni bemalol topib olsangiz bo'ladi. A blokda ko'proq gastroenterologiya hamda lor yo'nalishi bo'yicha konsultatsiyalar bo'lib o'tadi. Ko'rishingiz mumkin. Vrachlarimizning xonalari shu yerda joylashgan. Barcha gastroenterologiya bo'yicha kasalliklar shu yerda davolanadi hamda konsultatsiya qilinadi. Shifokorlarimiz endoskop, kolonoskop tekshiruvlarni ham amalga oshirishadi. Bu yerda bemorlarimiz uchun katta kutish zali hamda lor bo'limi ham mavjud. B blokka ham yo'l oldik. Bu yerda asosan nefrologiya, audiometriya, protsedurni xonalar, undan tashqari kardiologiya bo'yicha konsultatsiyalar olib boriladi. Bo'limga kirishingiz bilan kutish zalini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bemorlarimizga qulaylik sifatida registratura bo'limlari ham mavjud. C blokka ham yo'l oldik. C blokda siz umumiy xirurgiya, urologiya, buyrak transplantatsiyasi, nevrologiya, nevroxirurgiya hamda ortopediya yo'nalishi bo'yicha vrachlarimizning konsultatsiyasini olishingiz mumkin. D blokda siz laborator tekshiruv tahlil javoblarini olishingiz mumkin. Undan tashqari EKG, TMT, echo tekshiruvlaridan o'tishingiz hamda pulmonolog vrachimizdan konsultatsiyalar olishingiz va fizioterapiya amallarini bajarishingiz mumkin. Undan tashqari shifoxonamizda bemorlar uchun alohida food court joylari tashkillashtirilgan. Eskavatordan tepaga chiqqaningizda siz xalqaro bemorlarni registratsiya qilish bo'limiga ko'zingiz tushadi. Bu bo'limda barcha davlatdan tashrif buyurgan bemorlar registratsiyadan o'tkaziladi hamda shifokorlarimizdan konsultatsiya olish uchun yordam beriladi. Shifoxonada dializ bo'limi ham mavjud. Bu bo'limda asosan buyrak yetishmovchiligi va boshqa jiddiy kasalliklar bilan og'rigan bemorlarni davolash, dializ amaliyotlarini o'tkazish, bemorlarni dializga tayyorlash va davolash jarayonlarini amalga oshirish, shuningdek bemorlar uchun reabilitatsiya va parvarish amalga oshiriladi. Shifoxonaning eng pastki qavatida, ya'ni eskavatordan pastga tushsangiz, siz diagnostika bo'limini ko'rishingiz mumkin. U yerda barcha diagnostik tekshiruvlar amalga oshiriladi. Bu bo'limda barcha radiologiya bo'yicha tekshiruvlar, ya'ni rentgen, MRT, KT, undan tashqari UZI hamda laboratoriya tekshiruvlari amalga oshiriladi. Shifoxonaning 3-qavatida asosan bemorlarning palatasi tashkil etilgan. Ko'rib turganingiz umumiy palata. Umumiy palatalarda bir nechta bemor bir vaqtda yotishi mumkin. Har bir bemor uchun alohida yotoq, stol va asosiy ehtiyojlar taqdim etiladi. Undan tashqari televizor hamda konditsioner ham mavjud. Palatalarning ichida bemorlarimiz uchun umumiy hammom ham tashkil etilgan. Bu bir kishilik xona, ya'ni private room, odatda ko'proq qulayliklarga ega bo'ladi. Bunga alohida kravat, televizor, stol, stul, konditsionerlar mavjud.